Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 11-umumiy ta'lim maktabining sport zali hozirgi kunda mana tag qismiga qo'yilgan logolari chirib tugaganligi sababli qo'l tashlab ketmoqda. Shunga bir amaliy yordam berishlarini so'rab murojaat qilmoqdamiz. Mana qo'ldan kelgancha yamalgan, tag qismida logosi tugagan. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 11-umumiy ta'lim maktabining sport zali hozirgi kunda mana tag qismiga qo'yilgan logolari chirib tugaganligi sababli qo'l tashlab ketmoqda. Shunga bir amaliy yordam berishlarini so'rab murojaat qilmoqdamiz. Mana qo'ldan kelgancha yamalgan, tag qismida logosi tugagan.